Assalomu alaykum, добрый вечер. Hozir olib qoldim mashinani. Ahvol og'irroq, hamma joyi почти заводской bo'lib turibdi. Menimcha uni skорее glamini yechmayman men. Skорее bu yoqda qilinadigan ish. Chexol taqiladi. Rulga chexol mayda chuda yuviladi. Keyin mashina moykaga kirmagan. Imенно karsherga kirmagan mashina. Hozir vetravigini shishilib olib tashladim. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Mo'liklargacha almashtiriladi. Assalomu alaykum. Даже zapaskasidan biz. Zapaska tushmagan. Lekin bu yoq Любич жалоб bo'lib yotibdi. Charchamayman. Assalomu alaykum, добрый вечер. Hozir olib qoldim mashinani. Ahvol og'irroq, hamma joyi почти заводской bo'lib turibdi. Menimcha uni skорее glamini yechmayman men. Skорее bu yoqda qilinadigan ish. Chexol taqiladi. Rulga chexol mayda chuda yuviladi. Keyin mashina moykaga kirmagan. Imенно karsherga kirmagan mashina. Hozir vetravigini shishilib olib tashladim. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Mo'liklargacha almashtiriladi. Assalomu alaykum. Даже zapaskasidan biz. Zapaska tushmagan. Lekin bu yoq Любич жалоб bo'lib yotibdi. Charchamayman.